$400 arendaga qo'yib qo'yishga bir xonali birinchi etaj kvartiramiz chiqdi. 43 kvadratdan iborat. Oldida kattakon огородimiz bor, kadrda ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda bo'lsa kruj zonamizni shunaqangi yaxshi remontda, yaxshi sostoyaniyada kvartiramiz turibdi. O'ng qo'limizda birinchi bo'lib совмещенный sanuzelimiz keladi. To'g'riga yuradigan bo'lsak, oshxonamizni chap qo'liga холодильник, o'ng tarafga gaz plita tushadi. Oshxonamizdan chiqib koridordan to'g'riga yurganimizda zalimizga kiramiz. Zalimizni ham ko'rib turibsizlar, 5 metrga 6 metr juda ham katta. Yarmini spalniy, yarmini zal qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Kvartiramiz Yunusobod 4-kvartalda joylashgan. Orientirimiz bo'lsa pasportning stol, yo'ldan uncha uzoq emas. Bu kvartiramizdan $400 ga bemalol arendaga o'zim topshirib beraman. Narxini bo'lsa $52,000 deyishyapti. Ozgincha kelishadigan joyligi bor ekan. Bunaqa kvartiralarni, variantlarni o'tkazib o'rnaslik uchun Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.